Ikki sportchi, bir xil sport, lekin ulardan bittasini ko'rsangiz hayron qolasiz, boshqasini ko'rsangiz hayratlanasiz. Nega? Bu ikki tana bir xil sportga tegishli, lekin farq juda katta. Biri estetika, boshqasi massa. Savol esa bitta. Bodybuilding rivojlandimi yoki yo'qotildimi? Mushaklar hech qachon bunday katta bo'lmagan, lekin nimadandir bodybuilding avvalgidek chiroyli emas. Buning sababi nima? Bugungi bodybuilding sahnasiga qarasangiz, bir narsani darhol sezish mumkin. Sportchilar bu darajada hech qachon katta bo'lmagan. Mushaklar hajmi, og'irligi, qalinligi hammasi maksimal darajaga chiqdi. Lekin shu bilan birga yana bitta narsa yo'qolib bormoqda. Go'zallik. Oldin bodybuildingni ko'rgan odam hayratlanardi. Hozir esa ko'pchilik hayron qoladi. Farq bor. Ko'pchilik muxlislar shuni aytmoqda. Oldingi bodybuilding chiroyliroq edi, tana muvozanatliroq edi, qorinlar tekis edi. Bugungi sahnada esa ba'zida qorin mushaklari nazoratdan chiqadi. Bel kengayadi, simmetriya buziladi. Bu holat hatto o'z nomiga ega. Bubble gut. Va bu eng katta muammolardan biri. Chunki bodybuilding faqat kattalik emas edi. Bu proporsiya edi, estetika edi, san'at edi. Endi esa savol tug'iladi. Nega bu o'zgardi? Nega zamonaviy bodybuilding Arnold davridagi darajani bera olmayapti? Вот это поворот! Bu shunchaki tasodifmi? Yoki butun sport yo'nalishi o'zgarib ketdimi? 1970-yillar Venetsiya plyajı bir guruh yigit sport tarixini o'zgartirdi va ularning tanalari bugun ham ideal hisoblanadi. Nima siri bor edi? Oldingi bodybuilding bugungidan mutlaqo boshqacha edi. Bu shunchaki mushaklar musobaqasi emas edi. Bu san'at edi. O'sha davr sportchilariga qarang. Ular faqat katta bo'lishga harakat qilmagan. Ular mukammal bo'lishga intilgan. Keng yelkalar, ingichka bel, aniq chizilgan mushaklar. Bu mashhur V-shape. Har bir detal muhim edi. Qo'l mushaklari qanday chiqadi, ko'krak qanday ko'rinadi, qanot qanday ochiladi, hammasi hisoblangan. Eng qizig'i posing. Bugungi kunda bu oddiy ko'rinishi mumkin, lekin o'sha davrda posing bu alohida san'at edi. Har bir chiqish hikoya, har bir harakat o'zini ma'nosiga ega edi. Sportchilar sahnaga chiqib, nafaqat mushak ko'rsatardi. Ular o'z tanasini ritm bilan, musiqa bilan, tomosha bilan boshqarar edi. Shuning uchun ham o'sha davrni Golden Era, oltin davr deb atashadi. Bu bodybuildingga eng estetik, eng muvozanatli, eng chiroyli davri edi. Va ko'pchilik uchun haqiqiy bodybuilding aynan shu yerda edi. Bu yerda bitta savol tug'iladi. Agar o'sha paytda hamma narsa mukammal bo'lgan bo'lsa, hozirgi paytda aynan nima o'zgardi? Давайте думать, блядь, подсказывать. Bugungi chempionlardan birining vazni 140 kilogramdan oshadi, lekin sahnadagi qorni press emas, shish. Bodybuilding g'alati joyga borib qoldimi? Endi bugungi sahnaga qaraymiz. Farq darhol seziladi. Zamonaviy bodybuilding bu maksimal hajm haqida. Qanchalik katta bo'lsang, shunchalik kuchli ko'rinasan. Bugungi sportchilar oldingi avlodga qaraganda ancha og'ir. Mushaklar yanada qalin, yelkalar yanada keng, oyoqlar esa deyarli gigant darajada. Lekin bu yerda bitta muammolar bor. Ba'zan bu hajm nazoratdan chiqadi. Qorin mushaklari tashqariga chiqib ketadi. Bel kengayadi, tana muvozanati buziladi. Bu holat alohida nomga ega. Bubble gut. Bu asosan professional bodybuildingchilarda kuzatiladigan holat bo'lib, bunda qorin bo'shlig'i press bo'laklarga bo'lingan bo'lsa-da, tashqariga shishib chiqqan ko'rinadi. Oddiy semizlikdan farqli o'laroq bu yerda gap teri osti yog'i haqida ketmaydi.
sportchining oziqlanishi o'ta qattiq va aniq yuqori bo'ladi. Lekin qorin bo'shlig'i ichkaridan kengayib ketgani tufayli u oldinga chiqib turadi. Hozirgi yirik nomlarga qaraylik. Hadi Chopin, misli ko'rilmagan darajada quruqlik va aniqlik. Nick Walker, ekstremal mushak massasi va hayratlanarli mushak rivoji. Andrew Jacket, yangi avlod, hajm va estetika o'rtasidagi balans. Aynan 2026-yilda Andrew Jacket Arnold Classic'da g'alaba qozondi. Bu juda muhim signal. Endi faqat katta bo'lish yetarli emas. Estetika, simmetriya va sahnadagi ko'rinish ham yana muhim bo'lib bormoqda. Lekin baribir zamonaviy bodybuilding yo'nalishi massa. Va shuning uchun ham savol o'z kuchida qoladi. Bu rivojlanishmi yoki zamonaviy bodybuilding o'z asl mohiyatini yo'qotyaptimi? Kim aybdor? Farmakologiyami, hakamlarmi yoki ijtimoiy tarmoqlarmi? Javob sizni hayron qoldirishi mumkin. Endi esa eng muhim savolga to'xtalsak, nega bodybuilding o'zgardi? Bu shunchaki vaqt o'tishi emas, bu tizimli o'zgarish. Birinchi sabab hakamlarning qarori. Sahnada kim yutsa, bodybuilding aynan o'sha tomonga qarab rivojlanadi. Oldingi g'oliblar estetik va muvozanatli sportchilar edi. Hozir esa hakamlar asosan eng katta, eng massali atletlarni g'olib sifatida ko'rishmoqda va bu signalni hozirgi sportchilar qabul qilishdi. Demak, eng katta bo'lsang, yutasan. Ikkinchi sabab ilm-fan va farmakologiya rivoji. Bugungi sportchilar avvalgi sportchilarga qaraganda ancha kuchli vositalarga ega. Tiklanish tezroq, mushak massasi o'sishi tezroq, vaznni ushlab turish osonroq. Bu esa tanani tabiiy chegaralarini kengaytirdi va natijada ekstremal mushak hajmi oddiy narsaga aylanib qoldi. Uchinchi sabab media va ijtimoiy tarmoqlar. Bugungi kunda sport faqat sahnada emas, balki telefonda, ijtimoiy tarmoqlarda. Algoritmlar esa g'ayritabiiy narsani yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham eng katta, eng noodatiy, eng shoklovchi tana ko'p ko'riladi. To'rtinchi sababi biznes. Bodybuilding bu industriya, sponsorlar, kontraktlar va reklamalar. Haqiqat oddiy. Ko'proq pul, ko'proq e'tibor. Shuning uchun ham ekstremal sportchilar doim markazda bo'ladi. Va nihoyat juda muhim nuqta. Sportchilarning o'zi ham o'zgardi. Bugungi atletlar faqat sahnada emas, yil davomida chiroyli ko'rinish uchun mashq qiladi, kontent yaratadi, auditoriya yig'adi, brendga aylanadi. Natijada bodybuilding bu faqat sport emas, bu biznes, media va show. Aynan shu omillar bodybuilding manzarasini shakllantirib berdi. Endi savol, bu rivojlanishmi yoki biz nimanidir yo'qotyapmizmi? Bir sportchi bor. U na eng og'ir, na eng katta, lekin u yil sayin chempion bo'lmoqda. Sababi oddiy, u chiroyli va muxlislar aynan shuni xohlaydi. Yo'q, biz hech narsani yo'qotayotganimiz yo'q. So'nggi yillarda sahnada yangi yo'nalish kuchayib bormoqda. Klassik fizik. Bu kategoriya oddiy emas, bu qaytish. Oltin davrga qaytish. Klassik fizik sportchilari ular faqat katta bo'lishga harakat qilmaydi, ular chiroyli bo'lishga harakat qiladi. Bu yerda muhim narsa simmetriya, proporsiya va estetika. Keng yelka, ingichka bel va aniq chizilgan mushaklar. Bu o'sha mashhur va shape. Lekin bu safar zamonaviy darajada. Bugungi yulduzlarga qaraylik. Chris Bumstead bir necha marta Mr. Olimpiya chempioni. Uning tanasi klassik fizik idealining jonli namunasi. Wesley Vissers Arnold Classic sahnasida estetikani qayta olib kirgan sportchi.
Ronaldinho, yangi avlod va eski maktab uyg'unligi. Bu sportchilarni ko'rganingizda siz faqat mushaklarni ko'rmaysiz, siz balansni ko'rasiz. Eng qizig'i, klassik fizik tobora mashhur bo'lib bormoqda. Bu sportchilarni ko'rganda sizlar faqat mushaklarni ko'rmaysiz, siz balansni ko'rasiz. Eng qizig'i, klassik fizik tobora mashhur bo'lib bormoqda. Muxlislar aynan shu yo'nalishni ko'proq yoqtirishmoqda. Chunki bu yerda bodybuilding yana san'atga o'xshaydi va ehtimol bu sportning kelajagi yoki uni asl ruhiga qaytish yo'li. Kuniga 7 mahal ovqat, 150 kilogramm vazn, alohida pozing murabbiyi. Bodybuilding haqida bilmagan 5 faktingiz bor. Bugungi kunda professional bodybuilding sportchilari sahna oldidan kuniga 6-7 mahal ovqatlanishadi. Bu oddiy diyeta emas, bu to'liq rejim. Ba'zi sportchilar massa to'plash davrida 140-150 kilogrammgacha vazn yig'adi. Keyin esa musobaqa oldidan keskin quritishga o'tadi. Masalan, Nick Walker o'zini ekstremal mushak hajmi bilan mashhur, yoki Sam Sulek so'nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda juda tez mashhur bo'lgan atlet. Uning videolari millionlar tomonidan ko'riladi. Yana bir qiziqarli fakt. Klassik fizik kategoriyasida sportchilarning vazni bo'yiga qarab cheklanadi. Ya'ni siz xohlasangiz ham cheksiz katta bo'la olmaysiz. Shuning uchun ham bu yo'nalishda estetika saqlanib qoladi. Va yana bodybuilding sahnasida eng muhim narsalardan biri pozing. Ba'zi sportchilar pozingni o'rganish uchun alohida murabbiylar bilan ishlaydi. Chunki ba'zida birgina poza butun natijani o'zgartirishi mumkin. Ko'rdingizmi? Bu sport tashqaridan oddiy ko'rinsa ham, ichkaridan ko'rilsa juda murakkab va qiziqarli. Sport o'zgardi, lekin bir narsa o'zgarmadi. Va aynan shu narsa bodybuildingga hali ham hayotiy qilib turadi. Shunaqa qilib bodybuilding o'zgardi. Oldin bu sport estetika, simmetriya, muvozanat haqida edi. Bugun esa u hajm, kuch va chegaralarni buzish haqida. Lekin bitta narsa o'zgarmadi. Insonni o'zini ustida ishlashi. Har bitta mushakka ortida intizom bor. Har bitta natijani ortida yillab davom etadigan mehnat bor. Va qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar, bu sport hurmatga loyiq. Bugungi bodybuilding ba'zilar uchun yo'qotish, ba'zilar uchun esa bu rivojlanish. Lekin haqiqat shuki, u o'zgarishda davom etmoqda. Va ehtimol biz kelajakda yangi davrni ko'ramiz. Yangi qahramonlar, yangi standartlar va yangi bodybuilding. Savol esa sizlarga. Sizlar uchun haqiqiy bodybuilding qaysi biri, eski davrnikimi yoki yangi davrnikimi? Izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar va keyingi video uchun bizani kuzatib boringlar. Agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bu hali boshlanishi. Oldinda bodybuilding olamida yanada chuqur va qiziqarli tahlillar kutmoqda. Shuning uchun kanalni kuzatib boring va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha